Mana shuni ko'rishingiz mumkin. Kelyapti bittada. Holatlari zo'r bo'ldi. Suvimdan kirib gradusga keldi. Shu bo'lmagan. Assalomu alaykum. Mana navbatdagi kotelimiz kelgan. Ikkita kotel. Bittasi Shahotex, bittasi Hayden 5A mavzesdan olib kelganmiz yechib. Buni sababi muammosi ko'rsatishim mumkin. Holatlar juda kirib bo'lib ketgan, iflos, yonishlari, anaqalarda muammo bor. To'lib qo'ygan, qisqa qilib aytganda, endi hozir buni cho'tga qilib profilaktika qilamiz. Kuzatib borasizlar. Holati datchiklari dabdil bo'lib ketgan ekan. Mana bu bitta datchik ham sinib qo'ygan ekan. Almashtirish kerak buni. Tak. Qaraka. Pulni zanglab ketgan ekan. Umuman biron marta tozalanmagan mana. O'yini pulni noldan yechib qo'ygan. Tamam, salinlarishtirib sovuqqan ekan pulni. Shuni sanashtirib cho'tga qo'yamiz aka. Kislorod yo'lga tashlasin. Batu gimana sih? Masih lah mana? Cepat menligimiz. Ma'qul. Qo'yinglar. Hech narsa ulanmagan. Shu kislotani o'zini quydik. Maxsus kislotanimizni. O'z reaksiyaga kirishib, qaytarib chiqazyapti. Qanchalar muddat turadi? O'shandan keyin xudo xolisa tozalayveramiz. O'shaning o'zini protseduralari bor, o'shandan keyin xudo xolisa joyiga tozalab qo'yib olamiz. Endi kimdirlar ko'ra uy sharoitida qilishi mumkin, lekin bittasini bilinglar, o'zini vaqt muddati bo'ladi, o'zini ushlab turish vaqti bo'ladi. Agar o'sha vaqtini o'tkazib yuboradigan bo'lsa, mana teplarmenligi tekshirishiga olib kelishi mumkin. O'shanga e'tiborli bo'lish kerak.